Ba'zi bir ayollarda erkakni o'ziniki qilmoqchi, boshqarmoqchi bo'ladi. Mana shu ham xatoda. Senga xiyonat qilyaptimi? O'zi uchun to'g'ri qilyapti. Bizani ayollar o'sha erkakni boshqaruvchilikka o'tib olishgan. Qayerga borayotganini aytib tursin, buni aytganini qilsin, bu aytgan joyda ujin qilsin, bu aytgan joyda obed qilsin. Mana shu joyda balans buzilishi boshlaydi. Men hech kimni tarafini olmayman. Menga ham aytishadi, siz erkak tarafmisiz deb. Yo'q, men hech kim taraf emasman, lekin haqiqatni aytaman. Ayolligingizni his qilib turib, u erkak ko'chaga chiqib ketdimi, nima qilsa to'g'ri qilyapti. Tan olganingizda haqiqatdan o'sha erkak tarafdan sizga mehr, muhabbat, sevgi, sovg'alar, o'zingiz xohlagan e'tibor kelishi boshlaydi. Bizning ayollarning xatosi u erkaklarni bezdirib tashlashyapti. Men har doim aytaman, ona bo'lolmaylik. Ona bo'lgandan tashqari ba'zi bir qizlarimiz bolalik pozitsiyasidan chiqmagan. Arazliydi, erkaliydi, keyin aytaman. Siz kattalarcha gaplashmayapsiz. Qachonki erkak bilan ayol kattalarcha gaplashib olsa, hammasi joyida ketadi. Bir-birini tushunmaydi, arazlaydi, jahl qiladi, undan nimadirlar kutadi, u kutganini bera olmaydi, keyin u uni boshqarmoqchi bo'ladi, u topgan pulini bunga olib kelishni xohlaydi. Siz uni boshqarishga haqqingiz yo'q, siz ayolsiz. Ayolligingizni yo'qotib qo'yasiz, uni boshqaraman desangiz. Boshqarishdan ko'ra ayol bo'lish Osonroq, hammasi. Haqiqatdan erkatoy ayol bo'lib yashay olasan, yana o'shanda.